Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan biz Hacker Condor. Bugungi videoda biza FC Mobile Beta 26 ni yuklashni o'rgataman. Buning uchun bizga birinchi shoshmanglar. Undan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bu juda ham zarur. Birinchi bo'lib bizga Play Market kerak bo'ladi. Bu Play Marketdan yuklashda nima kirib ketibdi? Biz birinchi VPN deb yozamiz va super VPN super deb yozamiz va bu yerdan birinchi chiqqanini yuklab olamiz. Buni yuklanishini sizlar ko'rmasangiz bo'laveradi. Men videoni to'xtatib qo'yaman va keyinroq o'zim yuklangandan keyin qo'yaman. Mana почти yarim bo'lay dedi. Sizlar buni ham ko'rishingiz shart emas va men yana videoni to'xtatib qo'yaman. Mana yuklandi. Ustanovka bo'libdi. Ustanovka bo'lishini kutamiz va mana yuklandi. Endi bizga Play Market kerak. O'tishni bosmanglar. Yaxshi. Bular kerak emas, bo'lmasa ishlamaydi va biz VPN ga kiramiz. VPN superga kiramiz. Yaxshi kiryapti. Mana shunday bo'ladi. Ozgincha reklamalar berish mumkin. Hech qilmaydi. Apex continue'ni bosamiz. Va bu yerdan shular chiqadi. Bizga bular kerak emas va ana bu chiqishni bitta bosib olamiz. Ana shunday bo'ladi. Va biz mana locate on bo'shanga bosamiz. Free degan joyga kiradi, loading bo'ladi. Kutamiz va bo'lgandan keyin pastroqqa tushirib biz kanaldan topishimiz kerak. Mana men topdim. O'shani bosganimizdan okni bosamiz va mana ketdi. Ishladi. Endi chiqamiz. VPN superdan Play Marketga kiramiz. Keyin biz akkauntimizga kiramiz. Pastroqqa tushiramiz va sozlamalarga kiramiz. Yaxshi, keyin umumiyni bosamiz va hisob qurilma parametrlarini bosamiz. Kirishini kutamiz va pastroqqa tushib kutamiz va keyin tepaga ko'tarib mana bu chiqishini bosamiz va o'shani chiqib ketamiz. Keyin qidiruvga bosib shu yerga kirsak FC Mobile Beta 2026 deb yozamiz. Va chiqmaydi, ko'ryapsizlar. Buni chiqishi uchun biza xohlaganlar shu yerdan qidiringlar, baribir chiqmaydi. Nimasi FC Mobile o'zi chiqadi va o'shaning akkauntiga kiramiz, ya'ni studiyasiga kiramiz. Pastroqqa tushirib olsak, mana bizda FC Mobile Beta 26 chiqib keladi. Mana xuddi o'zi. Mayli. Mana shunday qilib yuklasak bo'ladi FC Mobile 26. Bu yerda yozsalar chiqmaydi mana FC Mobile Beta 26 deb yozsalar chiqmaydi. O'sha yerga kirsalar. Agar VPN qilsalar bu o'xshamaydi. Mana shu yerdan yuklasak bo'ladi. Xuddi mana shu yerdan yuklanyapti beta versiya. O'zi yozib qo'ygan o'ziga beta deb. Mana rasmlarni ko'rsatishim mumkin. Mana Ronaldinho. Xuddi o'zi. Bu yerga kirib ham ko'rsatsam bo'ladi. Mana Ronaldinho deyapti. Xuddi o'zi betani o'zginasi. Bu yerga olib ko'rsataman. Ana Ronaldinho masalan, bu yerda ham Ronaldinho. Bu yerda ham Ronaldinho. Drogba bu yerda. Chiqamiz va yuklanishini men sizlarga ko'rsatmayman.
Yuklangandan keyin o'zim ko'rsataman. Sizlar ungacha kutib turishlaringizni maslahat beraman. Kutmasalar ham bo'ladi. Lekin mana bitta narsalar bor, men ma'lumot ham berib o'taman. Bu yuklangandan keyin unga kirganlaringizga o'zi nima oylaringiz bilan yillaringizni ko'rsating deydi. U oy bilan yilga 2000-yil va 7-oyni qo'yinglar. Chunki boshqa nima o'zlaringiz 20 yoshdan 19 yoshdan kichik qilsalaringiz kirgizmaydi. Aytib qo'yapman. Shu ma'lumot edi. Bugungi video shundan iborat. Xayr va salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Xayr, sizlar bilan Hacker Counter